Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasida 2025-yilning o'tgan davri 5 oyida erishilgan natijalar, amalga oshirilgan ishlar va kelgusida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'taman. Ta'kidlash joizki, viloyatimizda soliq ma'murchiligini to'g'ri tashkil etishimiz, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlik subyektlariga Sirdaryoda biznes qiling va soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili ostida ishlashimiz natijasida shu yutuqlarga erishilib kelindi. Ta'kidlash joizki, xususan 2025-yilning 5 oy davomida byudjetga tushumlar 848 milliard so'mdan oshiq tushirilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 137% o'sishga erishildi. Jumladan 2025-yilning 1-iyul holatiga davlat ro'yxatidan o'tib, tadbirkorlik subyekti sifatida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar soni 15886 tani tashkil etib, sohalar kesimida oladigan bo'lsak, fermer xo'jaliklar soni esa 2832 ta, eksportyor korxonalarimiz soni esa 110 ta, importyor korxonalarimiz soni esa 319 ta, quruvchi tashkilotlari esa 428 tani tashkil etib, bozorlar va savdo komplekslar soni esa 22 tani tashkil etmoqda. Alkogol va tamaki mahsulotlarini sotish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlar soni 121 tani tashkil etib, xorijiy qo'shma korxonalar soni esa 95 taga yetdi. Aylanma soliq to'lovchi sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan 9281 ta subyekt mavjud bo'lib, yer solig'i to'lovchilar soni esa 168768 tani tashkil etmoqda. Mol-mulk solig'i to'lovchilar soni esa 145085 tani tashkil etib, yakka tartibda tadbirkorlik subyektlari soni esa 7952 tani tashkil etmoqda. Shuningdek, 2025-yilning 5 oy davomida noqonuniy tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tib, ularga soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili ostida tushuntirish ishlarini amalga oshirilish natijasida viloyatimizda 1495 ta noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan jismoniy shaxslar davlat ro'yxatidan o'tkazilib, soliq tushumlarini to'liq bajarilishi, to'lanishi ta'minlandi. Soliq turlari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar kesimida gapiradigan bo'lsak, qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha 5 oy davomida 238 milliard so'm tushum ta'minlanib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 133 milliard so'm oshig'i bilan yoki rejaga nisbatan 179% o'sishga erishildi. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha 5 oy davomida 263 milliard so'm tushum ta'minlanib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 33 milliard so'mga tushum oshig'i bilan ta'minlandi. Reja 115% ga o'sish sur'ati bilan bajarildi. Shuningdek, soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili ostida tizimli mahallalarga tushgan holda amalga oshirilgan ishlarimiz natijasida 178 ta bo'sh turgan binolarni xatlovdan o'tkazilib, ularni faoliyatini tiklash natijasida 664 nafar fuqarolarimiz doimiy ish bilan ta'minlandi. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida o'zini o'zi band qilgan fuqarolarimiz soni esa 42 ming nafardan oshdi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, ta'kidlash joizki, erishilgan yutuqlar bu tarixga aylandi. Kelgusida soliq boshqarmasi soliqchi tadbirkorga ko'makchi Sirdaryoda biznes qiling tamoyili ostida tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlagan holda amalga oshiriladigan ishlarimiz, erishiladigan natijalarimiz bo'yicha bir qator yo'nalishlarda ishlarni amalga oshirilib, iqtisodiyotimizning o'sishi, barqarorligi va xufiyona iqtisodiyotga barham berish yuzasidan barcha choralar ko'rilishi yuzasidan ishlar amalga oshiriladi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, bugungi brifing uchun tayyorlangan ma'lumotlarim shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.